Shu o'g'lingiz? Menimcha adashdik sen yuring. Iye? Dada? Mana, dada deydi. Dadam sizga hozir hamma narsani tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqsan o'g'lim? 5 yilda men shaharda men san turnovka qilib yuribsan, chempion bo'lasan desam, sen nima qilasan bu yerda? Dada, men bu yerda dilshod aylisman. Na aylis? Ha, Hansiya o'g'lim ingliz tilidan aylis olayotgan. Yo, u naylis degan tirnoq taqlid degan, tirnoq taqlid ekan bu. Shundoqmi, tirnoqchimisan? Ha? Burniga uring, burniga. Nima? Burniga uring. Nimaga aynan burniga? Reklamamizga urib kelamiz-da. Hay? Doktor shu desangiz, hamsa ham bachasini urdi. Shunga siz oldingiz olib keldik. Buni sportsmen deb o'ylaganda, qarasak, tirnoqchi bo'lib chiqdi bu. Shunga bir burun almashtiraylik shu kuni. Iloji bo'lsa shuni miyasini ham almashtirib bering, doktor. Burlarni ko'rdim. Bir tomondan suyagi singan. Xudo xolisa to'g'rilab beraman. Faqat bitta yomon tomoni bor. Operatsiyadan chiqmaydimi? Chiqolmaydimi? O'lamanmi yo? Yo, o'lmaysiz. Faqat operatsiyadan oldin sochingizni olib kelishingiz kerak. Sochimi o'zimiz qoparib olamiz.